Hop, demak, bugungi mavzu, ya'ni future bo'ladi, ya'ni kelajak va kelajakda ko'pincha, ya'ni inglizlar, ya'ni qaysi narsalar ishlatishadi? Mana, xo'p, aytaylik, birinchi bo'lib ishlatiladigan holati, ya'ni will ishlatishadi, ya'ni kelajakda bironta narsani gapirish uchun. Va undan keyin, ya'ni to be going to deymiz, ya'ni to be going to ni ishlatishadi. Ya'ni bundan keyin verb keladi, ya'ni bizda moqchi degan ma'noni beradi bu. Ya'ni tarjima qilib oladigan bo'lsak bu narsani. Hop, moqchi deb qo'yaverak. Ya'ni bu yerda shu ma'noni beradi. Va oxirgisi esa, hop, o'zimiz bilgandek present continuous, bu oddiy zamon, ya'ni bor hozirgi davomiy zamon. Ya'ni yapti degan, lekin u ya'ni kelajakda ham keladi. Ya'ni kelajakdan keladi. Endi uni har birini o'zini holatlari bor, ya'ni kelish holatlari bor. Va boshlaydigan bo'lsak, birinchi bo'lib, ya'ni boshlaydigan holatim, ya'ni willni o'zidan boshlayman. Ya'ni will. Hop, will qachon keladi? Shu nima deydi, uni alohida bir bo'limi borda endi. Ya'ni qanaqadir kichik-kichik qonun-qoidalari bor, ya'ni willni qachon ishlatamiz. Endi aytadigan bo'lsak, qachon ishlatamiz? Birinchi holatda ishlatadigan holatimiz qachon? Ya'ni gapirayotganimizda aytadigan bo'lsak, mana gapirayotganimizda yoki gapirayotgan paytda deylik, gapirayotgan paytda qaror qabul qilsak deylik. Qanaqadir huquqdan qaror qabul qildik. Misol uchun, va men hozir misol uchun dars o'tayotgan bo'lsam, huquqdan aka ertaga ham dars o'taylik deb qolinadigan bo'lsa, bo'ldi, o'tamiz. Mana huquqdan qaror qabul qildim, gaplashyaptik. Aka, hozir darsda bo'la olmaydigan bo'lib qoldim. Uzr. Shuni ertaga tushirsak bo'ladimi desa, "Amday aytib turib, bo'ldi, ertaga vaqtim bor, bo'ldi, ertaga qilaveramiz" deyapman. Ya'ni keyin nima qilyapman? Men uje hozir gaplashyapmizda, bitta narsani qaror qabul qilyapmiz. Yoki misol uchun qachon kelasiz O'zbekistonga deb gapirilyapti sizga. Va aytayapsizda, bilmadim, aniq emas. 13-kuni keling, misol uchun 13-iyul kuni, o'sha kuni men tug'ilgan kunim desa, bo'pti, o'sha kuni boraman. Ya'ni huquqdan gaplashayotgan paytda bironta narsani kelajakka qabul qiladigan bo'lsangiz, ya'ni will bilan ishlatamiz ekan. Ya'ni gaplashayotgan paytda kelajakka to'satdan huquqdan qaror qabul qilishimiz. Huquqdan srazu qabul qilib olasiz. Endi va ikkinchi holati bor, ya'ni aytadigan bo'lsak, bashorat. Ya'ni bironta narsani bashorat qiladi, aytaylik, va u bashorat qanaqa? Dalilsiz, qanaqadir isbotsiz, ya'ni dalilsiz g'oya yoki dalilsiz fikr deb yuritilinadi u narsa. Ya'ni hech qanday dalili, isboti bo'lmaydi, shunchaki gapirib qo'yadi. Misol uchun, O'zbekiston yutsa kerak jahon chempionatini. Endi biz dalillarimiz yo'q. Tasavvur qiling, dalillarimiz yo'q. Endi aytaylik, misol uchun O'zbekiston yutadi, Braziliya yutadi, finalga chiqib qoladigan bo'lsa desa, shuna nima deymiz? Katta ehtimollikla Braziliya. Demak, Braziliya yutadigan bo'lsa going olib ketamiz ekan. Endi dalillarimiz kam O'zbekiston yutishiga yoki ehtimolligi past. Ya'ni shunda willni olamiz ekan. Ya'ni ehtimolligi past degan narsani ham olamiz. Ehtimolligi past bo'lgan holat. Ya'ni past. Misol uchun tasavvur qiling, mana qor yog'adi deyapman. Lekin quyosh chiqib yotdi, qor yog'adi deb qo'yapman. It will snow bo'lib qolaveradi. It will snow. Lekin dalil isbotsiz, balobattarsiz aytib yubordim. Yoki yomg'ir yog'adi deylik. Oddiygina aytadigan bo'lsak, yomg'ir yog'adi degan bo'lsak, mana hop, it will, misol uchun rain deyapman, mana yomg'ir yog'adi deyapman. Endi bu osmonga qarasa quyosh. Dalil isbotimiz yo'q, ehtimolligi past. Balkim deb qo'yamiz shunaqa paytda. Shunaqa paytda huquqdan bitta narsani gapirmoqchi bo'lsak ingliz tilida va u narsa bashorat qilmoqchi bo'lsak, shunda nima? Willni ishlatamiz ekan. Va endi siz kimgadir va'da bersangiz, misol uchun men albatta sen bilan birga bo'laman deb gapiramiz yoki albatta sen aytgan ishni qilib qo'yaman deb va'da beramiz-ku. Shunaqa paytda willni ishlatamiz ekan kelajakka. Yoki taklif berayotganimizda siz manaqa qilsangiz yaxshi bo'lardi, siz manaqa qilsangiz yaxshi bo'lardi deb turib will bilan kimga taklif beryapsiz. Va yordam berayotgan paytingizda yordam berasiz. Bo'ldi, olib borib beraman. Bu ham va'daga kirib ketadi, taklif kirib ketadi. Masalan, holatlarda will ishlatiladi. Ya'ni tilingizda, ya'ni will ishlatasiz. Ya'ni o'zbek tiliga sekin-sekin taqqoslab o'rganib olasiz-ku.
Lekin ko'pincha va'da va taklif berayotganda va ular qaysi bilan keladi? O'zingizni fikringizni berayotgan paytingizda mana kalit so'zlari, misol uchun I promise, misol uchun va'da beraman yoki I guess, taxminimcha, I think, o'ylashimcha yoki I believe, misol uchun ishonishimcha yoki yana qanaqa, misol uchun I guess, I suppose degani bor, mana taxmin qilamanki, ya'ni mashlar misol uchun nima qilarkan, mana shu so'zlar keladigan bo'lsa, undan keyin siz bil ishlatasiz. Ya'ni xo'p, I hope, umid qilamanki manaqa bo'ladi deb ishlatasiz ekan. Va ba'zi bir yana kalit so'zlarimiz bor. Ular misol uchun maybe, balkim haqi bo'lsa kerak yoki perhaps, ya'ni balkim degan ma'noni beradi. Yoki probably degan so'z bor, ehtimol, ya'ni balkim. Mana shu so'zlari bunday aytadigan bo'lsak, willda bir kalit so'zlari deb olsak ham bo'ladi buni. Mana shu holatda, ya'ni bular willda kalit so'zlari hisoblanadi. Bularni nima qilib olasiz? Ya'ni sal ko'rib turib, yodlab, willdan keyin, mana ulardan keyin will ishlataman ekan deb o'zingizga qanaqadir qonun qoida qilib olasiz. Eng muhimli narsasi mana bu hisoblanadi. Ya'ni eng muhimi mana bu. Ya'ni gapirayotgan paytda kelajakka, ya'ni to'satdan qaror qabul qilish. Mana eng muhim, eng ko'p ishlatiladigani shu willdiki. Ya'ni will mana shunaqa holatda ishlatilinadi. Endi going to undan sal farq qiladi. Hop, endi going to ni oladigan bo'lsak. Hop, mana shu o'ziga alohida qilib qo'yadi. Hop, going to ya'ni qachon ishlatilinadi? Buni aytamiz. Hop. Buni ham nimada nima qilib qo'yadi? Impact qilib qo'yadi. Hop. Undan keyin o'chirib qo'yaman. Endi going to, qarang, going to u bunday narsada oldindan bitta narsani rejalashtirgan bo'lasiz. Ya'ni oldindan rejalashtirilgan qaror deydi. Ya'ni oldindan rejalashtirilib qo'yilgan, ya'ni qaror bo'ladi bu. Ya'ni buni alohida bo'yab qo'yib, bu misol uchun tasavvur qiling. Va sizga boyagi men 13-kun O'zbekistonga keling degan gapim aytadigan bo'lsak, endi men uni aytaylik, men sizga aytdim. 13-kuni keling desam, "Ha-yo, aka, men 11-kuni bormoqchi edim" deysiz-ku, misol uchun. Shu rejalashtirgansiz. Mengacha qachon borishni rejalashtirgansiz. Shunaqa paytda siz undan oldin bitta narsa haqida suhbat qilyapmiz, tasavvur qiling, suhbat qilyapmiz va siz suhbatimizdan oldin u haqida o'ylab, nimalardir o'ylagan bo'lsangiz, ya'ni going to deb gapiraverasiz bemalol. Bemalol. Misol uchun aytadigan bo'lsak, xo'p, tasavvur qiling, siz endi choychkani ketyapsiz va yo'lda osh yeyman deb ketyapsiz. Mana osh yeyman deb o'sha oshxonaga bir 100 metr qoldi va yo'lda ko'rib qoldingiz. Va yo'lda ko'rib qolib turib, misol uchun qayerga ketyapsiz dedim men. Aytyapsiz-da, misol uchun osh yegani, ya'ni I'm going to eat pulov bo'lar ekan. Ya'ni going to, chunki siz rejalashtirgansiz. Biz gaplashgunimizcha bitta narsani rejalashtirgansiz. Endi men shashligani ketyapman dedim. Shashligani ketyapman. Sen men osh yemoqchi edim. Ya'ni going to, men ham shashlik deb rejalashtirib ketyapman. Ikkalasiz going to haqida gapirib ketyapsiz. Endi qo'qqisda bo'ldi, men ham shashlikman deb o'rtingiz gapirdingiz. Shunaqa paytda I will eat shashlik bo'lib qoladi. Ya'ni nima? Kebab yoki I will eat, chunki siz osh yeyman deb ketyaptidingiz. Ikkalamiz suhbatlashdik va suhbatlashligimiz jarayonida siz yangi kelajakka qaror qabul qildingiz. Shunaqa paytda will ishlatasiz ekan. Going to esa oldindan kim bilandir gaplashishdan oldin u haqida aniq qarorlarni qabul qilib, rejalarni taxt qilib ketayotdingiz. Shunaqa paytda nima qilasiz ekan? Going to ishlatasiz ekan. Bu ya'niki oldindan rejalashtirib qo'yilgan tayyor qaror deyilinadi ekan. Keyingisi ham, ya'ni xuddi shunaqa, ya'ni bashorat. Xuddi nariginga o'xshab bashorat bo'ladi. Faqat bashorat qanaqa? Dalillarga asoslangan. Xo'p, asoslangan bo'ladi. Ya'ni u nima deyapmiz? Misol uchun yomg'ir yog'adi deyapti-ne? Yomg'ir yog'adi deydigan bo'lsa, endi qanaqa? Aytaylik, qora bulutlar kelyapti, yomg'ir yog'adi. Katta ehtimollar yomg'ir yog'adi. Endi shu holatda
bunday bo'lar ekan. It is going to rain. Ya'ni yomg'ir yog'adi. Ya'ni mana uni ehtimolligi nima bo'lyapti ekan? Ya'ni shu yerda balandroq bo'ladi. Mana unday bo'yab qo'yadi mana. Xo'p, bu yerda ehtimolligi anchagina buni balandroq. Chunki yomg'ir yog'ish ehtimoli balandroq. Chunki nimadan bilib olyapmiz? Ya'ni yomg'ir yog'ishini. Ya'ni biz xo'p qora bulutlardan bilib olyapmiz. Endi tasavvur qilingda, mana shu ikkalasini o'zini joyida bashoratlarni, dalillarni isbotlab ketaylik. Endi bitta bola tasavvur qiling, mana daraxtga chiqib ketyapti va daraxtga chiqdi va en uchiga chiqib oldi. Endi ana bola yiqilib tushadi deydigan bo'lsak, ya'ni will bilan tuzamizmi, going to bilan tuzamizmi? Shu tarafi bor. Endi bu yerda qayerdan bilamiz? Misol uchun, o'sha bolani yiqilib tushish ehtimoli qanchalik baland? Ya'ni daraxtga uchiga chiqib oldimi, yiqilib tushish ehtimoli yuqori. Shunaqa paytda going to ni olamiz. Endi daraxtga chiqib ketyapti, endi bitta shoxga chiqdi, yiqilib tushasan ey bola deyapmiz. Ya'ni it will bilan ishlataveramiz ekan. Endi en uchiga chiqib qolsa, hozir yiqilib tushadi-da bu deyapti. Ya'ni going to ni olamiz ekan. Yoki yana bitta holatimiz bor, ikkalasini taqqoslaydigan bo'lsak, bitta mashina sekin ketyapti, bu avariya bo'lib ketsa kerak. Bu will bo'ladi, chunki sekin ketyapti. Bitta mashina o'ta tez ketyapti, avariya bo'lib ketmasa bo'ldi yoki avariya bo'lib ketadi bu deyapmiz. Shunda going to, chunki tez ketyapti, ehtimolligi baland. Ya'ni sekin ketgan mashinaga qaraganda. Shu mana bashoratlar, shu taraflama juda ham ikkalasi farq qiladi. Shuning uchun ya'ni iloji boricha ikkalasini taqqoslayotgan paytda will qachon ishlatiladi? Ehtimoli juda ham past bo'lsa, going to qachon ishlatilinadi kelajakda bironta narsani bashorat qilish uchun deydigan bo'lsak, ya'ni u nima uchun? Ya'ni ehtimolligi yuqori bo'lgan, ya'ni qandaydir voqealar uchun hisoblanadi. Okay? Shu aznoni bilib olishingiz kerak, shu aznoda, ya'ni shu me'yorda bilib olishingiz kerak. Va bu faqat gap bilan qiyinda, ya'ni mashqlar bilan ko'proq shug'ullanish kerak bo'ladi. Ya'ni going to niki shu. Ya'ni asosan bo'ldi. Endi bitta present continuousimiz qolyapti. Hop. Hozir endi bu present continuous tushuntirmayman. Present continuous unchalik qiyin emas. Hop. Present continuous. Ya'ni future'da kelishi, kelajakda kelishi. U bir xil formulasi ashina ketaveradi, hech bolasi o'zgarmaydi. Xo'p, future'da yozalgan. Xo'p, aytaylik, buni ham formulasini yozib beradigan bo'lsam. Xo'p, buni formulasi subject plus, ya'ni verb plus will qolib ketib qoldi, sorry. Xo'p, mana will plus verb plus, ya'ni bu yerga complement, ya'ni gapda qolgan qismi hisoblanyapti. Xo'p, buni qizilga bo'yab qo'yay. Hop, keyingisi. Aytadigan bo'lsak, going to niki qanaqa edi? Ya'ni subject keladi plus to be keladi va to be dan keyin going to keladi. Hop, going to dan keyin verb keladi, verb dan keyin complement keladi, ya'ni gapni qolgan qismi keladi. Bu uni formulasi hisoblanadi. Future'da endi misol uchun present continuous formulasi esa, ya'ni bu ham qiyin emas. Oddiygina subject keladi va subjectdan keyin hop to be va to be dan keyin ya'ni verb ing va plus complement, ya'ni gapda qolgan qismi kelar ekan. Mana shu formulalar hisoblanyapti. Endi nima qachon ishlatilinadi deydigan bo'lsak, hop aytaylik, bu present continuous future'da qachon keladi? Aniq bo'lgan kelajakdagi qanaqadir aniq uchrashuv yoki kelishuv deylik. Xo'p, ya'ni kelajakdagi xo'p kelajakdagi xo'p vaqti, xo'p qarang, vaqti va joyi aniq bo'lgan uchrashuvlar uchun deydi. Uchrashuv yoki kelishuv uchun. Va prediction uchun ishlatilmaydi. Ya'ni kelajakda qanaqadir bashorat uchun ishlatilmaydi. Faqat mana bu asosiy, ya'ni kelajakdagi kelajak bo'ladi. Kelajakdagi xullas vaqti va joyi aniq bo'lgan uchrashuv yoki kelishuv. Tasavvur qiling, ya'ni siz bitta odam bilan kelishib qo'ydingiz. Misol uchun, ertaga soat 10 da dars o'tamiz deyapti. Men aniq o'tamiz, men sizga aytdim va
siz ham bildingiz va men ham bilaman. Ya'ni biz vaqtini, joyini kelishdik. Misol uchun ertaga soat aytaylik, men sizga aytdim, o'sha idrok schoolda ko'rishamiz. 3-xonada deb aytyapman. Soat 2 da dedim. Sizga aytdim, siz bildingiz, ertaga soat 2 da men o'sha 2-xonaga yoki 3-xonaga boraman, dars o'tgan ingliz tili deyapsiz. Men ham rejalashtirib turaman, ertaga soat 2 da misol uchun dars o'taman deb. Shunaqa paytda ya'ni aniq ikkalamiz ham joyini, vaqtini kelishdik. Siz shunaqa paytda misol uchun ertaga men darsga boraman yoki ingliz tili o'rganaman yoki dars olaman deganda mana I am taking misol uchun an English lesson at 2 o'clock tomorrow deb gapirib qo'ysak bo'lar ekan. Ya'ni aniq ekan bu. Ya'ni ertaga soat 2 da men dars o'tkani boraman. Ya'ni yoki ingliz tili darsini o'rganaman bo'lar ekan. Ya'ni mana shunaqa qilib bemalol gapirsangiz bo'ladi. Yana ham qanaqa kelishtirsak bo'ladi bu narsani? Bu xo'p, misol uchun bilet olib qo'ygansiz-ku, mana bilet olib qo'ygansiz. Shunaqa paytda siz aniqda endi mana vaqti, joyi hamma yo'g'i. Shuning uchun mana siz ayta olasiz, mana I am flying deyurasiz. Bemalol present continuous hozir turib, bemalol present continuousda gapirsangiz bo'ladi. I am flying to Uzbekistan deb gapirsangiz bo'ladi. Mana Uzbekistan, xo'p, 10 aytaylik, xo'p, nechinchidir ham 5-chi, xo'p, 5th of misol uchun July. Mana 5-iyul kuni men O'zbekistonga uchib ketayapman bo'layapti. Ya'ni uchaman degan ma'no bo'ladi va inglizlar bunaqa suhbatda esa demak buni uchishi aniq, borar ekan, aniq ekan, hamma biletlarni olib bo'pti, taxt ekan degan ma'noni bilar ekan. Ya'niki mana umumiy holatda shu, ya'ni bularni farqlari. Yana bir qator bularni men hozir yana takrorlab o'taman. Xo'p. Demak, xo'p, will qachon ishlatamiz? Bironta narsani to'satdan kelajak uchun qaror qabul qilsak yoki kelajak uchun bironta narsani bashorat qilyapmiz, lekin hech qanaqa dalil, isboti yo'q bo'lsa, qo'qqisdan shunchaki kelsa bironta narsani shunchaki kelajak manaqa bo'ladi deb yuborsak. Qanaqadir isbotimiz, dalilimiz yo'q, shunchaki aytib qo'yapmiz xolos. Yoki kimgadir va'da bersak, kimgadir taklif, kimgadir yordam bersak, shunaqa paytda biz will ishlatamiz va mana bu kalit so'zlar bilan ko'pincha. Going to esa, ya'ni oldindan bironta narsani rejalashtirib yuribmiz va kimgadir aytib beramiz o'sha narsani va biz u bilan gaplashishdan oldin u haqida aniq o'ylab, qaror qabul qilib bo'lgan bo'lishimiz kerak bo'ladi. Endi va bashorat uchun ishlatiladi going to va dalillarga asoslanadi va aniq bo'ladi. Qanaqadir kuchlarga yoki qanaqadir sabablarga yondashadi bashorat. Shunda going to nima deydi? Bashoratga ishlatsangiz bo'ladi va u ehtimol yuqoriroq bo'ladi. Present continuous esa futureda keladi va aytaylik, ya'ni siz hamma yo'qdi mana bitta kelajak uchun qaror qabul qilasiz. Osonroq aytaylik, mana kelajak uchun qaror qabul qilasiz va barcha sabablarni qilib qo'ygan bo'lasiz. Ya'ni barcha sabablari tayyor bo'lgan bo'ladi. Misol uchun aytaylik, futbol o'ynamoqchisiz va stadionda do'stlaringizga aytdingiz, misol uchun o'zingiz bilasiz, uydagilaringizga aytdingiz, misol uchun ertaga soat 5 da futbolga boradigan bo'lsangiz, hamma yo'qni taqib qo'ydingiz. Hamma biladi. Demak, ertaga futbol o'ynayman deydigan bo'lsangiz, I am playing football tomorrow deb gapirsangiz bo'ladi. Va uni eshitgan odam, demak bu aniq o'ynayotgan, hamma yo'qni taqib ekan deb tushunadi. Va ingliz tili ko'pincha rostdan qiyin va mana shunaqa taraflama mujmal, lekin ular o'ta ham detallashgan. Ya'ni hammasini aniq taq qilib qo'yadi. Misol uchun bunday ko'rib turib, demak will bilan ishlatsa bu qaror qabul qilyapti, going to rejasi ekan deydi. Misol uchun present continuous gapirsa, bu aniq ekan deydi. Hamma yo'g'i taqd bo'lar ekan. Shu, ya'ni umumiy uchalasini farqi shundan iborat hisoblanadi.